Voy, bilasizmi, men hali ham nimani eslayman? Voy, yana boramizmi? Yana siz bu hikoyani allaqachon tugatgansiz. Bu 12 yil oldin edi va shunday qilib Run BTS o'zgargan. Run BTS 2.0 ikkinchi qism. Mobitab Bankdan Telegram kanali tomonidan O'zbekiston BTS Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'girildi. Yaxshi, o'yin tugadi. Biz buni yutdik. Mag'lub bo'ldik, lekin yaxshi o'yin bo'ldi. Mag'lubiyatni qabul qilaylik. Voy, Texun bizni olib ketdi. U o'yinlarda juda yaxshi. Ha, hoy, allaqachon ovqatlanamiz. Keling ovqatlanamiz. Ha, keling ovqatlanamiz. Biz shunchaki mollyuskalarni yeymizmi? Yoki bizga ham go'sht bormi? Nima qilishimiz kerak? Go'sht yeymizmi? Bizda qanday mahsulotlar bor? Piyozmi? Biroz piyozni maydalang va uni ham maydalang. Bu bilan piyozni qanday ishlatishni bilmayman, lekin siz shunchaki piyozni to'g'rab olasiz. Ha? Nega bu piyoz juda katta? Buni chop, yashil piyoz. Boshqa guruhlar o'zlarining ichki tarkiblarida nima qilishadi? Ularning karyerasini shu nuqtadami? Ikki piyma vaqti bilan kondit yaratish uchun birlashishadi. Rostdanmi? Ha. Piyoz nima uchun? Biz uni nima bilan yeymiz? Piyoz bu yerga kiradi. Ularni cho'jang bilan aralashtiramiz. Tushundim. Keyin ustiga pishloq qo'ying. Siz ular panjarada pishirilgan mollyuska restoranlarida taqdim etadigan taomni tayyorlayvering. Jin, bu taroqlarmi? Ha. Oxirida bu juda kulgili edi. Yostiqchangim, men bu siz ekanligingizni bilardim. Shu yerda siz ham bilgansiz. Menimcha ular shunchaki bir-birlarini urishmoqda. Biz buni juda ko'p qildik. Bu yutnori raundini o'ynashimiz kerakmi? Qoidani bilasiz, to'g'rimi? Ha. Oxirgi o'rinda ichki kiyimda tashqariga chiqib 5 soniya yotish kerak, rostdanmi? Okey, tushundim. Mana. Kuting, bu qancha? Siz kuchliroq ziravorni afzal ko'rdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Biz buni tatib ko'ra olamizmi? Hatto pishirilmagan. Agar biz ertaga kasal bo'lasizmi? Men shunchaki ko'z bilan qarayman. O'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'ladi. Ozgina bosdim, shuning uchun tatib ko'rdim va meni bilishimcha unga nimadir yetishmayotgandek his qilyapman. Cho'jayni olib pishloq qo'shsak-chi? Kim tashqariga faqat ichki kiyimda chiqadi? To'g'ri gap shu. Shunchaki maydalab ko'ring, kelib buni mashg'ulot bosqichiga aylantiraylik va hammasini ichkariga solaylik. Gaya bo'lishi mumkinmi? Namjun birinchi o'rinni oladi. Voy, orqaga. Bu rostdanmi? Tushundim. Agar ularning hammasi mollyuskalarga ega bo'lsa, biz ko'proq maydalashimiz kerak. Buning o'zi yetarli bo'lmaydi. Menimcha bu juda oz. Biz faqat bir narsani yeymiz. Bizda ularda nechtasi bor? Oxirgisi orqaga qaytishi mumkin edi. Ha. Bu aslida eng yaxshi bo'lardi. Qani? Gel, voy odam, bo'ldi, yechib oling. Yutnori qiziqarli. Diving kodi. Bu sizni o'ylashga majbur qiladigan o'yin. Odamlar buni ko'p o'ynaydi. Iri ko'p o'xshaydimi? Buni qanday o'ynashni kimdir biladimi? Men yo'q. Xo'sh, 3 tasini oling, 3 toqni olasizmi? Albatta emas. Men bularni olaman. Nima bilan yordam bera olamiz, Jongkook? Yo'q, kerak emas. Yordam berish uchun nima qila olamiz? Nima qilishimizni xohlaysiz? Yo'q, hech narsa. Biroz qum yeyish zarar qilmaydi, to'g'rimi? Men ularni yuvish uchun ochaman. Mayli. Oh, mening ko'zlarim. Men doim yig'layman. Ko'zlarim. Ishingiz tugadi. Siz uchun hammasi tugadi. Siz ham shundaysiz? Ilgari men bir soniya kutib turing, voy. 10 bo'ldimi? Men 10 ta dedim, to'g'rimi? Men rostdan ham unutdim. Tatib ko'ring. Mening fikrimcha, yana biroz cho'jang va shakar kerak. Nima deb o'ylaysiz? Nimadir yetishmayapti, to'g'rimi? Yo'q, bu yetarlicha shirin. Endi unjanchilik qalampirini qo'shamiz. Keling, bittadan qo'shamiz. Rostdan ham. Bir daqiqa kuting. Bu ikkisi ham ovqat pishirishi ham tozalashi kerakmi? Bu aslida biz ularga yordam berishimiz kerak. Keling, bundan keyin yordam beraylik. Ketdik, yo'q, deyarli tugatdik. Ha, bundan keyin ovqatlanamiz. Okey, tushundim. Bu haqiqatdan ham messenjga muhtoj. Ko'rdingizmi, sizga ko'proq tuz kerakligini aytdi. Jogetanga ko'proq tuz kerak. Ta'm yomonmi? Hech qanday ta'm yo'q. Yaxshi, yana qo'shamiz. Yo'q, bu umuman yo'q edi, yetarlicha. Ta'mi ko'proq qaynatilganda chiqadi. Yo'q, bu sho'rlikni butunlay yo'qotadi. Ularni qatorga esa borishingiz kerak edi.
Bunga ishonchingiz komilmi? Ular juda achchiq bo'lmaydimi? Axir ular cho'nchon chili qalampiri-ku, ular bo'ladimi? Ular cho'nchon chili qalampiri. Bu achchiq emas. Achchiq bo'lmagan cho'nchon chili qalampiri kabi narsa yo'q. Biz nima qila olamiz? Qo'shiq aytaylik, bu yerga keling. 정녕 그대는 사랑을 여둘 수가 없네. 바라바라바라바. 내내는 모나리자. Bu yomon emas. Ha. Oh, issiq. Bu ikkisi yaxshi bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ikki? Menimcha bu yetarli emas, issiq emas. Voy, buni qarang. Sizga trivet kerakmi? Voy, bu ajoyib ko'rinadi. Katta rahmat, Jin, katta rahmat. Keling, ovqat pishirmagan bo'lsak, tozalaymiz. Odatda shunday bo'ladi. Voy, ajoyib. Kutib turing. Men tezda guruchni qizdirishim kerakmi? Jimmy bizga qo'shilganda ovqatlanaylik. Yo'q, boring, ovqatlaning. Unda olamizmi? Ha, davom eting. Xo'p, hamma ovqat uchun rahmat, barakalla. Bahramand bo'ling, pishirganingiz uchun katta rahmat. Voy, bu bizda jagitan pishirish ham bor. Ba'zi soju bo'lardi. Voy, bu juda yaxshi. Yaxshi, to'g'rimi? Bu nima? Bu dunyodan tashqarida. Restoranlarda pishirilgan mollyuskaga o'xshaydimi? Aynan shunday. Bu shunday. Cho'nko'k qalam qobig'i haqiqatan ham siz yaxshi ovqatlanyapsiz. Yangi taroqlardan juda farq qiladi. Biroq bu qalam qobig'i emas. Taroq va qalam qobig'i bir xil emasmi? O, albatta, to'g'rimi? Ha, men uchun taroq va qalam qobig'i bir xil emas, Jin. Men biri yaponcha, ikkinchisi koreyscha deb o'yladim. Farqni ko'rib chiqaman. To'xtab turingchi. Skallop, shundaymi? Intonatsiya qandaydir bu ishonarli. Skallop. Bir skallop, iltimos. Talaffuz yaponcha eshitilmaydi. Ko'rinishcha u mintaqaga qarab farq qiladi. Shunday bo'lsa-da, qalam qobiqlari taroqmi? Ko'rinib turibdiki, ular bir xil turlar. Yoqimli. Mazali. Biz oxirgi marta qachon sayohatga chiqqandik? Oxirgi marta biz boshlang'ich mashg'ulotlardan so'ng dam olish uyda ovqatlangan edik. Oradan ancha vaqt o'tdi. Asosiy mashg'ulotdan keyinmi? Ikkingiz birga edingizmi? U hammamizni nazarda tutgan edi. Bu faqat siz va men edi. Menimcha oradan 3-4 yil o'tdi. Hech qisi yo'q, taroq bu. Bu mushak. U tushuntirishga juda qat'iy qaror qildi. Aliskalar ishlatadigan mushak. Shunday qilib yumaloq qismi taroq va qalam qobig'i. Dumaloq qism. Qalam qobig'i demak bu qalam qobig'ining bir qismi. Ha. Mabad haqida nima deysiz? Mabad shu yerda. So'zlar o'xshash edi. Men ko'rib chiqay, nima uchun mabad menga bu qandaydir tarzda qiziq tuyuladi. Biz oxirgi marta qachon birga bo'lganmiz? 3 yil 8 oy. 3 yil 8 oy. 3 yil 8 oymi? Voy, shunday bo'lsa ham. Shunga qaramay bu boshqa guruhlarga nisbatan juda qisqa. Bu rost, to'g'ri. Shuning uchun ham biz bir vaqtning o'zida harbiy xizmatga kirganmiz. Xo'sh, Jin birinchi bo'ldi. Xizmatdan bo'shatish uchun. Va men u yakkaxon faoliyatini boshlagandayoq ishdan bo'shatildim. Men Jehop bilan ketishim kerak edi. Nega afsuslanasizmi? Men Jehop bilan ketishim kerak edi. To'g'ri. Bu men va Jehop bo'lishim kerak edi. Unda nega keyin ketding? Albom ustida ishlashni kechiktirdim. To'g'ri. U yakkaxon albom chiqar desingizdami? Ammo Jimmy va Cho'nko'k birgalikda harbiy xizmatga kirganligidan xursand edi. Men bilan kelganingdan minnatdorman. Menga ham yoqdi. Ha. Do'stlaringiz hozir ketayotgandir, to'g'rimi? Agar Cho'nko'k harbiy xizmatga bormaganida edi, qaytib kelgan paytgacha Jin deyarli 60 yoshda bo'lardi. Jin uchun bu juda qiyin bo'lar edi. Pishirganingizdan juda ta'sirlandim. Kutib turing. Deyarli 60 deydi u. Bilasizmi? Oldinroq yostiqda ushlayotganimizda belimni og'ritdi. Siz eng g'ayratli odam edingiz. To'g'ri, bu ham haqiqat. Nega ovqatlarimiz juda kam? Biroz guruch istaysizmi? Bu ajoyib bo'lardi. Ha, achchiq orkinosli guruch. Hozir soat nechi? Menga 22:00 dek tuyuldi. Keling, vaqtni taxmin qilish o'yinini o'ynaymiz. Va kim g'alaba qozonsa, birinchi bo'lib yuvinadi. Yo'q, kim eng yaqin? Aynan kim eng yaqini? To'g'ri, yuvinishimiz kerak. O'yladim, men birga yuvinaman deb o'yladim. Chexov, eski zamonlar uchunmi? Bir qarashimiz kerakmi? Jimin va men har kuni aqshda birga yuvinardik. Bizda muammo bor. Bu nima? Achchiq orkinos yo'q. Voy, bizda go'jujang bormi? Bizda go'jujang bo'lishi kerak. Bizda go'jujang bor. Jo'gatan istaysizmi? Buning uchun borishimiz kerakmi? Ha, boraylik. Hozir borligi juda yaxshi eshittiradi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Lekin rostini aytsam, albatta bo'lgan allaqachon gastrol safarga chiqmoqchiman. Konsertimizni kuta olmayman. Keling, Rampites nomi sifatida yuguraylik. Biz yana harakatlanish vaqti keldi. Men armin bomplarini ko'rmaganman. Jin, siz bu yerga sarimsoq qo'shishni unutdingiz, to'g'rimi? Oh, ha, hech qisi yo'q. Bu yetishmayotgan narsa edi. Hey, hammasi joyida. Biroz sarimsoq qo'shamiz.
Qanday bo'lmasin, biz hammamiz harbiy hayotni o'zimizga xos tarzda tugatdik. Va shu yilning iyun oyigacha hammamiz bo'shatilgan edik. Iyul oyining boshida, to'g'ri, biz shtatlarga bordik. Musiqa ustida ishlash. Yakkaxon faoliyatim davomida men ko'p narsani o'rgangandek his qilaman. Yakkaxon sayohatda nimani o'rgandim? A'zolar men uchun qanchalik muhim. Men uchun ham xuddi shunday bo'lishini his qilyapman. U rostdan ham yolg'iz bo'lib qoladi va bosim kuchayadi. Siz u yerda yolg'iz turganingizda siz ham hamma gaplarni qilishingiz kerak, lekin ba'zi narsalar ham osonroq edi, to'g'rimi? Bu ham to'g'ri, to'g'rimi? Menimcha buning ikkala tomoni ham bor. Boshqalar yo'q ekan, men o'z vazifamni bajaraman. Xuddi shunday-a, menda shunday fikr bor edi. Hamma yo'qligida muxlislar zerikib qolishlari mumkin deb o'yladim, to'g'ri. Biz har birimiz borib ozgina tatib ko'rishni va qaytib kelishimizni aytdik. Va ta'mi qanday edi? Qizil issiq edi. Qizil issiq. Jimin qiyin vaqt o'tkazdi. Bu butunlay qizil issiq edi. Issiq va achchiq, bu shunchaki issiq edi. Endi biz hammamiz o'z tajribamizda boshdan kechirdik va yana birga bo'ldik. O'ylaymanki, bu kelajakdagi biz uchun juda yaxshi vaqt bo'ladi. Hammamiz juda katta bo'ldik. Ha, senslarimizni tushundim. Menimcha Jimin va Taehyun haqiqatda ham o'sgan o'z-o'zini anglashdi. Ayniqsa Taehyun uchun u ochiqchasiga gapirishda faolroq bo'ldi. To'g'ri, sababi hammaning egoyi kuchaygan. Bu to'g'ri va boshqa fikrimiz bo'lsa gapirish kerakligini bilganimiz uchun ham to'g'ri. Shuning uchun biz jim turishim o'rniga nima qilish kerakligini aytamiz. Agar gapirmasak, ba'zida ishlar rostdan ham izidan chiqib ketishi mumkin. Bu ham to'g'ri, bu ishontirish va ishontirishning faqat bir uzoq turi. BTS brend sifatida qo'shiqni ichiga botirsam bo'ladimi? Biz 10 yildan ko'proq vaqt davomida qurgan qimmatbaho narsadir. Men biroz olib kelaman. Ochiqligi menga juda mos keladi. Yaxshi, to'g'rimi? Suhbatlarimiz shunday uzilib qoladi. Yaxshi darbasi bor. Yo'q. Keling davom etaylik. Bu men uchun juda mos keladi. Men buni yaxshi ko'raman. Yo'q. BTS bilan bog'liq narsa. BTS bilan bog'liq narsa yakkaxon chiqishdan ko'ra qiziqarliroq. Xayolimga aynan shu narsa keldi. Bu juda xaotik. Menimcha ozgina tuz kerak. Bu achchiq. Jungkook men senga chili qalampiri bilan kamroq solishni aytgan edim. Yo'q. Jin qaramayotganda biroz chili qalampiri qo'shishim kerakmi? Rostdan ham. Siz boring. Siz yarim chili qalampirini qo'shishingiz kerak edi. Achchiqligi menga biroz mos keladi. Yaxshi, to'g'rimi? To'g'ri. Men uchun bu yaxshi. Menga yarim chili qalampiri kerak edi. Yo'q, keling davom etaylik. Bu men uchun yaxshi, men uni yaxshi ko'raman. Albom deyarli tayyor, to'g'rimi? To'g'ri. Bu bizda mavjud bo'lgan narsalarni kengaytirish haqida. To'g'ri, butunlay yangi narsalarni sinab ko'rishdan ko'ra, biz hali ham BTS bo'lgan yangi tomonni ko'rsatdik. Biz boshqa devorni buzib o'tdik. Biz qila olamiz. Biz o'zimiz yaratgan albom. Hammamiz qatnashdik va menimcha bu eng muhimi. Ammo bir yildan keyin nima qilganimizni tinglasak, sizningcha yangi narsa yaxshiroq bo'ladimi? Bu albatta mumkin, bu mumkin. Bunday gapirish ham BTS oldingisidan farq qiladi, to'g'rimi? Chunki har doim qandaydir tushuncha mavjud. Hozir bu ko'proq asosiy e'tibor hazil deydi hujjatli film. Xo'sh, biz BTSning filmini suratga oldik o'sha paytda juda tez. Haftada bir marta chiqmadimi? Biz buni o'zimizning Infinite Challenge'ini qildik. Keyin u har 2 haftada bir marta o'zgardi. Keyin 3 hafta, keyin har oyda menimcha. Bu albatta biz uchun qiziqarli bo'ldi. Boshqa qiladigan ishim yo'q edi. Bu juda qiziq edi. O'ylaymanki, biz o'shanda qo'limizdan kelganini qildik. Menga juda yoqdi va ko'p odamlar uchun BTS bizni bilishlariga sabab bo'ldi. Bu asosan barcha ichki tarkibning otasi edi. To'g'ri, chunki biz buni Real Life birinchi marta ishga tushirilganda boshlaganmiz. BTS haqidagi birinchi xotira o'sha maydonda. Barmoqlarimiz bilan o'ramlarni ochdik. Biz o'ramlarni ochdik. To'g'ri, shunga o'xshash narsalar va biz og'iz bilan ro'molcha pufladik. Saunaga ham bordik, doping paytlari edi. Bu 12 yil oldin edi. Va shunday qilib BTS o'zgargan. Biz avvalgidan biroz boshqacha ish qilyapmiz. Lekin o'sha paytdagi filmni suratga olganimizda bo'lgani kabi hali ham sinov va xatolik bor. To'g'ri. Misol uchun biz uni ko'proq o'zgartiramizmi? Yoki ko'proq o'zgarishlarni qanchalik uzoq qolamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Men uchun agar biz haqiqatan ham buni qilayotgan bo'lsak, menimcha u biroz yangilanishga muhtoj. Men ham bu asosiy maqsad deb o'ylayman. Menimcha aynan shuning uchun uni yana boshlash qiyin. To'g'ri, o'ylamasdan men hamma narsadan xursand bo'lardim, ammo bu shunday edi. Allaqachon yangilangandek tuyuladi. Menimcha bu yangilanishdir. Biz hech qachon BTS filmini suratga olmaganmiz. Avval ham shunday edi. Keyin menimcha bu yaxshi ishladi. Taehyun buni rostdan ham qilmoqchi edi. Ishonchim komilki, ko'plab fikrlar mavjud. Ishonamanki, BTS narsadir.
Biz har doim ushlab turishimiz kerak bo'lgan narsa eng muhimi, lekin agar hamma bir sahifada bo'lmaganida bu amalga oshmagan bo'lardi. Bu ham rost, to'g'rimi? Tixun Messi bo'lgan joyda qilish yaxshi bo'lardi. Menmi? Ha? Keling, Tixun boshchiligidagi to'kshuv qilaylik. Sabrsizlansangiz ham xalaqit bermang. Endi hech kim hatto sabr qilmaydi. Bu haqiqatan ham qiziqarli ko'rinadi. Menimcha bu juda qiziqarli bo'lar edi. Xo'sh, bu haqida nima deyish mumkin? Har bir o'zi kimnidir tanlaydi va o'ziga mos keladigan g'oyani o'rtoqlashadi. Hozirgi Tixun uchun qilganimiz kabi podkastmi? Shunday. U a'zo buni qilishni istamasa ham, ha. Xo'sh, faqat tinglashingiz mumkin. Bir so'z aytmasdan tinglang. Biz faqat g'oyalarni taklif qilamiz. Jimin uchun o'ylaymanki Himalay tog'lariga chiqish unga mos keladi. Bu haqida hech narsa deya olmaysiz, Jimin? Bu shuni qiladi. Ha, siz izoh bera olmaysiz. Yungi uchun bu qutb raqsiga o'xshash narsa bo'lardi. Bu menga juda mos keladi. Siz izoh bera olmaysiz. Bu qiziq, Tixun bugun o'yinda. Siz faqat tinglashingiz mumkin, hech narsa demang. Ko'rinib turibdiki, bu sizning sog'lig'ingiz uchun juda yaxshi. Qoningiz darhol aylanadi. Jinchi Jin uchun hech narsa. Men uning hech narsa qilmasligini xohlayman. Men juda ko'p ish qildim. Siz uning dam olishini xohlaysizmi? Siz juda ko'p ishladingiz. Ha, bu rost. Va oxirgi lahzagacha to'g'ri sayohat qildingiz. Men shunchaki dam olishingizni va sahna ortida qolishingizni xohlayman. To'g'ri aytding. Men juda ko'p ish qildim. Men buni qabul qilaman. Men Jin bilan jiddiy suhbat qurishni xohlayman. Bu menga yoqdi. U bilan yakkama-yakka gaplashsangiz, u rostdan ham jiddiy. Bu uning ayyi sanoat haqidagi fikrlari kabi bo'lishi mumkin. To'g'ri, yoki hozirgi Koreya jamiyati haqidagi fikrlari. To'g'ri. Juda intellektual narsa. Yoki shunga o'xshash narsa haqida nima deyish mumkin? Siz hech qachon yoqimli hunarmandchilik narsalar kabi qilmaysiz, menimcha. Jin buni yaxshi qiladi. U yaxshi. Bir daqiqa kutib turing, lekin nega meni Himalay tog'lariga ko'tarmoqchisiz? Himalay tog'lari sizga juda mos keladi. O'ylamaysiz, siz ajoyib ish qilasiz. Men nafas ololmayman. Xavotir olma. Bu The Host filmidan. Sen haqsan. Xavotir olma. Mayli, keyingisi J-Hopni azoblamoqchi bo'lsak, bu bir oy davomida bir xil kiyim kiyish kerak. Agar biz shunday ish qilsak, menimcha u haqiqatdan ham azob chekadi. U har kuni qora futbolka va qora tor jinsi shim kiyishi kerak edi. Ha, bu qo'pol bo'lardi. Yo'q. Men sizning uyingizga borganimdan beri shunday bo'lishi kerak edi. Debyutdan beri ekib bo'lgan barcha kiyimlarni tashlab yuborish. Hali ham bormi? Men shunchaki ularni tashlab keta olmayman. Keyin buyum bozori haqida nima deyish mumkin va savdolarni xayriya qilish. Bu ajoyib eshitiladi. Nima deb o'ylaysiz? Men buni juda xohlardim. A'zolar uning narsalarini tashlab ketayotganda u o'tirib tomosha qilishi kerak. Hoy hobbi, demak a'zolar uni men uchun tashlab yuborishadimi? Bir xonada bo'lganimizdan qolgan kiyimlar hali ham uning yonida edi. Har bir parchada men ularni kiygan paytlarimning xotirasi bor. Siz ajoyibsiz. Masalan, bu suratga olish uchun bu kabi. Gucci va Alodan boshqa barcha kiyimlarimni tashlab yubordim. Lekin a'zolar menga sovg'a qilganlarini tashlab yubora olmadim. Ularni ham tashlab keta olmayman. Tug'ilgan kunimga sovg'a qilgan kiyimlarim hali ham bor. Siz bergan charm kurtkani hali ham uloqtirmadim. Rostdanmi? Yana nima edi? Siz esingizda yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Sovg'alarni tashlab yuborish juda qiyin. Men J-Hop bergan birinchi sovg'a ehtimol o'sha Chelsea butsalari bo'lsa kerak. Chelsea butsalari, ha, men ularni tashlab yubordim. Hey, lekin bular qanday sujet burilish? Qanday sujet burilish? Bular bu poyabzallar, shuning uchun men ularni juda ko'p kiyganman, shuncha tashlab yuborganman. YouTube'dagi juda ko'p kontentlardan keyin o'sdi. Kiyimlarni tashlab keta olmayman. Unda buyum bozorchi. Bir parchada men kiygan paytlarim xotirasi bor. Men ularni juda ko'p kiyganman. Siz ularni juda ko'p kiygansiz. Ular eskirgan va shuning uchun mutlaqo adolatli, to'g'rimi? Jongkook keyingisi. Jongkook. Men Jongkook uchun shaxsiy rang tahlilini aytishim kerak edi. U doim qora kiyadi, lekin men buni sinab ko'rmoqchi edim. U faqat qora kiyim kiyadi. Shuning uchun qora kiyim kiya olmaydi. Va qizil, ko'k, binafsha va yashil rang kiyishi kerak. Men unga uslub berishim kerakmi? Va unga sochlarini bo'yashga majbur qiling. Jongkook uchun kaskadyor shouga o'xshagan narsaga nima deysiz? Yoki Jongkook qila olmaydigan narsani topish. U aslida ko'p narsa qila olmaydi. Nima? Qo'rqadi liftlarning buzilishi kabi narsalardan. Men ham bundan qo'rqaman. Bundan hech kim qo'rqmaydimi? Yo'q demoqchiman. U aslida har safar liftga chiqqanida qo'rqib ketadi. Hammangiz bir daqiqa kutib turing. Siz har bir a'zoga juda jiddiy o'ylaysiz, lekin men uchun bu Himalay tog'lariga bu siz uchun juda mos keladi. Rostdan ham shundaymi? Agar siz Himalayga borsangiz, agar shunday bo'lsa, men ketishim kerak. Jimin. Keyin hech narsa qilmasligim kerak edi. Keling, mayli, hallasani qilaylik. Ey, Jongkook. Menda savol bor edi, lekin bizni sayyohlik videosi qachon chiqadi? Buni ko'p marta so'ragansiz. Bu haqida hech qanday video yo'q. Jin. Taxminan 8 yil o'tdi. Sen bilan birga piyoda yurganimizdan beri hoy sen va men o'sha ixtisoslashtirilgan do'konga bordim. Har kuni so'qching, shundaymi? Har kuni so'qching. Qachon chiqadi? Bu rang BTS bilan bir xil eshitiladi. Ha, shu gap. Bu rang BTS bilan bir xil. Har kuni so'qching, o'shanda men ham Xobi va Namjoon bilan nimadir suratga oldim. Ha, biz Apkujondagi maxsus do'konga bordik, o'sha restoran ham, to'g'ri.
To'g'ri, bu hech qachon chiqqanmi? Ha? Bilmayman. Go'yo u barcha tasvirlar bilan qattiq diskni yo'qotdi. Har kuni soqchiysiz. Mukammal, u hatto o'zi tahrir qilishini aytdi. Biz Jungkooknikiga qaror qildikmi? Bizda hali ham Namjoon va Taehyun qoldi. Namjoon uchun keling Namjoonni maktabga yuboraylik. Yo'q, Namjoonniki shunday bo'lishi kerak. Professional bokschiga qarshi boks va g'alaba qozonguncha kurashing Namjoon uchun. Menimcha, demak siz unga o'limni aytyapsizmi? Jin, nima? Uni kaltaklab o'lib ketsin deyapsizmi? Ammo u g'alaba qozonishi mumkin. Agar siz men boshqa guruhga kirishni xohlamasangiz ayting, yo'q, siz g'alaba qozonishingiz mumkin. Yo'q, u g'alaba qozonishi mumkin emas. U g'alaba qozonguncha kurashadimi? U g'alaba qozonguncha kurashadimi? Men Namjoon haqida o'ylayman. Unga travma yengish uchun imkoniyat yaxshi bo'lardi. Biz 7 kishi bilan bir xonada uxlayotgandik. Travma yengishimiz travma olish bo'ldi bu gap. Yoki bolalar, debyutning dastlabki kunlarida Namjoon bilan bir xonada 3 yil uxladim. Va bu albatta oson emas. Voy, bilasizmi, men hali ham nimani eslayman? Men yaxshi uxlayotgan edim, keyin birdan Namjoon. Biz yana bormiz. Yana qani Jin? Siz bu hikoyani allaqachon quritgansiz. Namjoon birdan shunday qildi. Endi bo'ldi, ko'z o'ngimda qani, xullas uyqumda Namjoon, nima qilyapsan degandek bo'ldim. Va u kutib turing, menimcha Chivon bor deb ketib qoldi. Bir lahza, siz haqiqatdan ham, sen rostdan ham bu hikoyani oxirgi tomchisigacha sog'ib olgansan. Yaxshi, lekin Chivon bo'lganda kim uxlaydi? Sizning fikringiz bor, ko'ryapsizmi? Men buni senga berishim kerak. Endi hammangiz tushunasiz, to'g'rimi? Bu hamma uchun edi. Bu uyda ayniqsa Chivonlar juda ko'p edi. U hamma chiroqlarni va chanyutgichni yoqdi. Yarim tunda soat 2da nega u chanyutgichni yoqdi? Yaxshi, uzr so'rayman buning uchun. Bu Jungkook edi. Xullas, a'zolar ertangi kun nima qilishlarini rejalashtirishdi. Xuddi bu Rambites Injisukka o'xshagandek qilib olingan. Ertaga nima qilmoqchisiz? Ertagami? Siz shunchaki uxlashni xohlamaysizmi? Uyga ketmoqchiman. Men uyga ketmoqchiman. Bunga nima deysiz? Faqat yotib qisqa videolarni tomosha qiling. Bu ideal emasmi? Men buni yaxshi ko'raman. Ammo yettitamiz ham ketma-ket yotishimiz kerak va bir xil videolarni tomosha qiling. Yoki bo'lmasa ibodatxonasiga borib repetitsiyalarga tilaklarni yozishim kerakmi? Faqat borib bir ishda plitka sotib oling. Mayli, u holda oyoq voleybolda yutqazgan jamoa uchun nima deyish mumkin? Tomga plitka sotib olish uchun ketadimi? Jamoalarni qanday ajratamiz? Keling, birinchi qavatni ikkinchi qavatga qaratamiz. Demak, ertaga oyoq voleyboll, Vi o'z mahoratiga ishonganini aytdi. Kutib turing, Taehyun bizning jamoamizda. Yo'q, biz jamoalarni aralashtirib yuborishimiz kerak. Kutib turing, lekin biz shou uchun umidsiz uchlikni kuchaytirish kerak, bu haqiqat. O'ylagan narsamni baham ko'rishim mumkinmi? Albatta. Yaxshi. Oxirgi marta biz boshlang'ich maktabda bir soat davomida qo'llarimizni ko'tarib tiz cho'kdik. Bu juda shafqatsiz. Men chindan ham sinab ko'rmoqchiman. Ular endi maktablarda bunday qilmaydilar, bu qonunga zid. Men bunga juda qiziqib qoldim. Bir soat juda ko'p bo'lsa ham, bir soat bo'lsa ham men tayyor emasman. Keyin 30 daqiqa. Hali juda uzoq. Boshqa hech kim buni sinab ko'rmoqchi emasmi? Bu faqat mendami? Ganvado nima bilan mashhur? Dolmenlar. Dolmenlarmi? Dolmenlar. Dolmen oldida tilak bildirishimiz kerakmi? Dolmen qo'shiq haqida nima deyishimiz mumkin? Dolmen oldida tilak bildir. Bu yangisi. Ha, nega biz dolmenga tilak bildiramiz? Mening fikrim aniq. Ganvado nima bilan mashhur? Asabiylashmang, yaxshi, lekin biz bir qatorda 4 tamizni tasavvur qiling. Qo'llarimizni yuqoriga ko'tarib tiz cho'kib, chindan ham buni sinab ko'rishni xohlayman. Voy, rostdanmi? Bo'ldi qil. Rostdanmi? Hech kim. Nega bundaysiz? Bu yetarli. Siz buni o'z xohishingiz bilan sinab ko'rdingizmi? Yo'q, to'g'rimi? Nega buni kimdir qiladi? Oxirgi paytlarda shu haqida o'ylayotgan edi. Men chindan ham sinab ko'rmoqchiman. Lekin bu qandaydir, va siz bo'lardingiz. Devorga suyanib turing. Sen meni urding. Yaxshi, lekin va kaftlarga urilganda qo'llaringizni o'z vaqtida tushirasiz, lekin jiddiy, chunki bu biz kunlarda qilgan narsamiz. Shuning uchun men hayron bo'ldim. Bu yoshda buni bir soat qilish nimani his qiladi? Sen bu sayohatga o'zing borishing mumkin. Men qachondir uyda yolg'iz buni o'zim qilmoqchiman. Keling, yuvinib uxlaylik. Yaxshi, mayli. Uni nomi oyoq voleyboli bo'yicha jamoalarni aniqlash bo'yicha nima deysiz? Keling, uni qavatlarga ajratamiz. Uchalangiz birgalikda ajoyib bo'lasiz, lekin menimcha, nega men o'sha jamoaning bir qismi bo'lishim kerak? Siz bizga keraksiz, balki siz eng zo'risiz. Ammo rostini aytsam, to'p menga ham yetib bormaydi va oyoq voleyboli uchun yo'q, biz 3 ta teginamiz. O'shanda shunchaki hazil qilmoqchi edik. Ha, ko'rsatamiz. Mana ular Taehyun. Nihoyat sizning mukammal jamoangiz bor. Yo'q, lekin hazil yo'q, rostdan ham. Arem Sugarchi xuddi Taehyunning jamoasida bo'lmoqchi. Biz rostdan g'alaba qozona olamizmi? Agar jiddiy o'ynasak, keyin tiz cho'kib qo'l ko'tarib jazoni bajaramiz. Ha, tiz cho'kish va qo'l ko'tarish jazosi. Sizga nima bo'ldi? Men buni bir marta sinab ko'rishim kerak. Unda siz istagan jamoa bormi? Hozir qiling. Menmi? Men g'alaba qozonish uchun bor kuchimni ishga solardim. Yaxshi, mayli qilaylik. Iloji bo'lsa, keling buni qilaylik. Ha, buni qil, keling buni qilaylik. Keling boraylik. Necha daqiqaga? 10 daqiqa, 45 daqiqa, 10 daqiqa, 10 daqiqa. Biz bolalar bog'chasi emasmiz. Bog'cha tarbiyalanuvchilari ham qo'l ko'tara olmaydi. Namoyish uchun 10 daqiqa kifoya qiladi. Ha, 10 daqiqa bizga kerak. 10 daqiqa yetadi. Ishonchim komilki 5 daqiqa kifoya qiladi. Men buni qilmayman. Keyin uyda yolg'iz o'zim qilaman. Buni hozir qiling. Buni Viversi Life'da qiling. Men buni juda ko'p qilaman. Senmi? Ba'zan devorga qarab turaman. Sen buni ko'p qilasan? Yaxshimisan? Nega bunchalik? Demak, demoqchimiki, mayli, hech qachon bilmayman nega u bunchalik bog'langan, boshqa kuni o'zim qilaman. Yaxshi. Xo'sh, hamma Rambites davom etadi.
Biz ishlarni shunday yakunlashimiz kerak, aks holda bu hech qachon tugamaydi. Siz cho'kib yoki qo'lingizni ko'tarib o'tiring. Faqat xohlagan narsani qiling. Bu ashulasiz biz uchun tugamaydi. Jungkook, hozir yuvinmoqchimisan? Ha? Hozir yuvinyapsanmi? Ha? Senga qo'shilishimni xohlaysanmi? Yo'q. Salom. Chunki biz faqat bir kechada qolamiz. Men biroz tartibsiz bo'laman. Hammamiz shunday birga bo'lmaganimizga ancha bo'ldi. Bilasizmi nima? Yoningda uxlayman. Jimmy, ha? Siz hozir o'zingizni eshityapsizmi? Lekin men seni sevaman, Jim. Bu sevgi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Qani bolam? Xayrli tun. Mobita Banddan Telegram kanali tomonidan O'zib BTS Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'qirildi.